bir pachka ichi qoralar. Mana ikkinchi pachka. Mana uni qaranglar-da akalar. Alloh beraman desa hech gap emas ekan. Bundan 7 yil, 8 yil oldin mana şeylar juda katta dashtkar balo bo'lgan. Kelib turib beyda gilos bog'larni o'rnashtirib 5 gektar gilos bog' qildim. Hozirgi kunda giloslarım har bir tupi 50 kilodan beryapti. Ofshi hisoblasam har bir yiliga 50 tonnadan gilos beryapti. Men softil, yaxshi, insofli insonligim uchun mayli gilos boshda boshlanishi bilan 70 ming, 80 ming bo'ladi. O'shalar ham o'ng'allisin deb 50 mingdan berib yuborsam ham 2,5 milliard bo'lyapti. O'shanda boshlamagan bu ish bo'lmaydigan ichi qoralar mabodo pul zaril bo'lsa berib turaman. Joninglar sog' bo'lsin, giloschilarga jo'natib qo'yamiz.